pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar va ota-onasining pensiyasi bilan qiziqayotgan farzandlar, diqqat qiling. Pensiya islohoti haqidagi ma'lumotlar har bir oilaga bevosita ta'sir qiladi. Bugun men sizga pensiyalar qanday o'sishi, kimlar ko'proq yutishi, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligi, hujjatlarda qaysi xatolar pensiyani kamaytirib yuborishi mumkinligi haqida oddiy tilda. Lekin ekspert sifatida batafsil tushuntiraman. Bu mavzuda keyin ko'ramiz deb yurish mumkin emas. Chunki bir dona noto'g'ri ma'lumot yoki tasdiqlanmagan ish staji odamning oylik pensiyasida yillar davomida sezilarli farq keltirib chiqaradi. Shu sababli hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bugungi gaplar nafaqat hozirgi pensionerlarga, balki ertaga pensiyaga chiqadigan har bir ishlovchi inson uchun muhim. Avval pensiya masalasida asosiy og'riqli nuqta nima deydi? Odamlar ko'p yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqqanda kutganidan pastroq summa chiqqan. Kimdir, men 35 yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb hayron bo'lgan. Kimdir ish joyi yopilib ketgani uchun arxivdan hujjat topolmagan. Kimdir yillar davomida qo'liga naqd oylik olib ishlagan, lekin rasmiy maosh past ko'rsatilgani uchun pensiya hisobida zarar ko'rgan. Yana kimdir ayol kishi sifatida bolalarni tarbiyalagan, vaqtincha ishlamagan, keyin shu davrlar stajga qanday qo'shilishini tushunmagan. Endi esa islohotlarning asosiy mazmuni shundaki, pensiya tizimi asta-sekin ko'proq shaffoflikka, rasmiy daromadga, elektron ma'lumotlarga va adolatli hisob-kitobga bog'lanmoqda. Ya'ni davlat uchun ham, fuqaro uchun ham savol bitta bo'lib boryapti. Sizning ishlagan yillaringiz, to'langan badallaringiz, rasmiy maoshingiz, hujjatlaringiz tizimda to'g'ri ko'rinib turibdimi? Agar ko'rinib tursa, pensiyani hisoblash osonlashadi. Agar ko'rinmasa, odam o'z haqini isbotlash uchun yugurishga majbur bo'ladi. Oldin ko'p narsa qog'oz mehnat daftarchasiga, korxona ma'lumotnomasiga, arxiv javobiga bog'liq edi. Hozir esa elektron tizimlar kuchaymoqda. Bu yaxshi tomoni ma'lumot yo'qolmaydi. Hisob-kitob tezlashadi, ortiqcha navbatlar kamayadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar sizning eski ish stajingiz elektron bazaga to'liq kiritilmagan bo'lsa yoki ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, pensiya tayinlashda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyaga bir oy qolganda emas, kamida bir necha yil oldin tayyorgarlik boshlash kerak. Pensiya o'sishi odatda bir nechta omil orqali sodir bo'ladi. Birinchisi, davlat tomonidan pensiyalar miqdorini indeksatsiya qilish. Bu degani narx-navo, inflyatsiya, byudjet imkoniyatlari va ijtimoiy himoya siyosatidan kelib chiqib, pensiyalar ma'lum foizga oshiriladi. Masalan, agar pensioner 20 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa va pensiya 10% ga oshirilsa, u 1 ming so'm oladi. Agar 1 ming so'm olsa, 10% oshish bittaqidan 1000 so'm qo'shimcha degani. Ya'ni foiz bir xil bo'lsa ham, amaldagi pensiya miqdori katta bo'lgan odamda qo'shimcha summa ham kattaroq bo'ladi. Ikkinchi omil. Eng kam pensiya yoki bazaviy ko'rsatkichlarning oshishi. Ayrim pensionerlar juda past pensiya olgan bo'lsa, davlat ularni minimal darajadan past qoldirmaslikka harakat qiladi. Bunday holatda ayniqsa kam stajga ega bo'lganlar, rasmiy maoshi past bo'lganlar, og'ir hayotiy vaziyatdagi fuqarolar uchun qo'shimcha ijtimoiy himoya mexanizmlari ahamiyatli bo'ladi. Lekin bu yerda bir narsani aniq tushunish kerak. Minimal kafolat bilan yuqori pensiya bir xil narsa emas. Minimal kafolat odamni eng past darajadan himoya qiladi. Lekin yuqori pensiya olish uchun ko'p yillik staj, rasmiy maosh, to'g'ri hujjatlar va qonuniy hisobga olinadigan davrlar muhim bo'ladi. Uchinchi omil, ishlagan davr va maoshlarning to'g'ri hisobga olinishi. Pensiya miqdorida staj katta rol o'ynaydi. Oddiy qilib aytsam, siz qancha ko'p rasmiy ishlagan bo'lsangiz va maoshingiz qancha yuqori rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisobida shuncha yaxshi asos paydo bo'ladi. Lekin ko'pchilik bu joyda xato qiladi. Odam, men ustada ishlaganman, qurilishda ishlaganman, bozorda ishlaganman, oilaviy korxonada ishlaganman deydi. Savol, bu ish rasmiy bo'lganmi? Mehnat shartnomasi tuzilganmi? Soliq va badallar to'langanmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Elektron tizimda ko'rinadimi? Agar yo'q bo'lsa, odam real hayotda ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida buni isbotlash qiyinlashadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Akmal aka 30 yil turli korxonalarda ishlagan. Shundan 20 yili rasmiy, 10 yili esa kelishib ishlash bo'lgan. Oylikni qo'lga olgan, lekin hujjatda ishchi sifatida ko'rsatilmagan. Pensiyaga kelganda tizimda 20 yil ko'rinadi. Akmal aka o'zini 30 yillik ishchi deb biladi.
Lekin pensiya hisobida 20 yil asos bo'ladi. Natijada o'qitgan pensiya chiqmaydi. Bu yerda muammo davlatning ishonmasligi emas, hujjatning yo'qligi. Pensiya hujjat bilan tayinlanadi, og'zaki gap bilan emas. Ikkinchi misol. Dilbar opa maktabda 28 yil ishlagan, keyin 5 yil nevaralarga qaragan. Ayrim davrlarda ish joyi o'zgargan. Agar maktabdagi barcha yillar, buyruqlar, mehnat daftarchasi yozuvlari to'g'ri bo'lsa, pensiya tayinlash ancha oson. Lekin bir davrda maktab nomi o'zgargan, tuman bo'limi qayta tashkil qilingan, arxivdan ma'lumot boshqacha yuritilgan bo'lishi mumkin. Shunda Dilbar opa oldindan arxiv ma'lumotnomasini olsa, ish tajdagi bo'shliqni yopadi. Agar pensiya yoshiga yetgan kuni 1-martda hujjat qidirishni boshlasa, pensiya tayinlash cho'zilishi yoki kamroq hisoblanishi mumkin. 3-misol. Rustam aka oxirgi 15 yil yaxshi daromad topgan. Lekin ish beruvchi rasmiy maoshini eng kam miqdorda ko'rsatgan. Qolganini konvertda bergan. Ishlayotganda bu qulay ko'ringan. Soliq kam, qo'lga ko'proq pul. Lekin pensiya hisobida rasmiy maosh muhim bo'ladi. Ertaga Rustam aka yugurib pensiya kutsa, tizim unga sizning rasmiy daromadingiz mana shuncha bo'lgan deydi. Shuning uchun bugungi norasmiy daromad ertangi pensiyaga zarar keltirishi mumkin. Kimlar ayniqsa tayyorlanishi kerak? Birinchi navbatda pensiya yoshiga 5 yil qolganlar. Sizlar hozir hujjatlarni tekshirsangiz, xatolarni tuzatishga vaqt bor. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida eski yozuvlar ko'p bo'lganlar. Sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkilotlari, kooperativlar, kichik korxonalar yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh ayollar. Chunki bola parvarishi, dekret, ishdagi tanaffuslar yarim stavka. Norasmiy bandlik kabi holatlar pensiyada savol tug'dirishi mumkin. To'rtinchi guruh chet elda ishlaganlar. Chet eldagi ish davri hamma holatda ham avtomatik qo'shilavermaydi. Davlatlararo kelishuv, hujjatlar va tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin. Agar siz butun umr davlat tashkilotida yoki yirik korxonada rasmiy ishlagan bo'lsangiz, barcha davrlaringiz elektron tizimda ko'rinsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, maoshlaringiz bo'yicha ma'lumotlar saqlangan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir men umuman tekshirmang demayman. Chunki amaliyotda eng tartibli odamning hujjatida ham bitta sana xatosi, bitta buyruq raqami noto'g'ri yozilishi, familiya imlosida farq bo'lishi mumkin. Birinchi nozik jihat, staj bilan pensiya miqdori bir xil tushuncha emas. Ba'zi odamlar menda staj ko'p, demak pensiyam juda katta bo'ladi deb o'ylaydi. Staj muhim, lekin maosh bazasi ham muhim. Ikki odam o'timi yil ishlagan bo'lishi mumkin. Birinchisi doim rasmiy yuqori maosh olgan, ikkinchisi eng kam maosh bilan rasmiylashtirilgan. Ularning pensiyasi bir xil chiqmasligi tabiiy. Shuning uchun faqat necha yil ishladim emas, qanday rasmiy maosh bilan ishladim degan savol ham muhim. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik qabul qilinmasligi mumkin. Yozuvda tashkilot muhri, rahbar imzosi, buyruq sanasi, lavozim nomi, ishga kirish va bo'shash sanasi aniq bo'lishi kerak. Agar muhr o'qilmasa, sana tushunarsiz bo'lsa, familiya pasportdagi familiyadan farq qilsa, qo'shimcha tasdiq so'raladi. Masalan, pasportda Qo'chqorova deb yozilgan, eski hujjati Kuchkarova bo'lsa, bu oddiy imlo farqi bo'lib ko'rinsa ham rasmiy jarayonda savol tug'diradi. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, ish joyi yopilgan bo'lsa ham hujjat yo'q degani emas. Ko'pchilik zavod yopilgan, demak stajim kuyadi deb qo'rqadi. Aslida tashkilot yopilganda hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilib, ishga qabul qilinganlik, bo'shatilganlik, maoshlar haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin. Lekin arxivdan javob olish vaqt oladi. Shuning uchun buni oldindan qilish kerak. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshidagi korxonalar bo'yicha ma'lumot qidirish ba'zan murakkabroq bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim holatlarda qayta hisoblash mumkin. Masalan, keyinroq qo'shimcha staj tasdiqlovchi hujjat topilsa, maosh ma'lumotnomasi aniqlansa, oldin hisobga olinmagan davr qonuniy asosda tasdiqlansa. Odam pensiyasini qayta ko'rib chiqishni so'rashi mumkin, lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Fuqaro murojaat qilishi, hujjat topshirishi, ariza yozishi kerak. Shuning uchun 1-marta pensiya chiqdi. Endi hech narsa o'zgarmaydi degan fikr ham to'g'ri emas. 5-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bu holatda rasmiy ish, maosh, soliq to'lovlari
Qayta hisoblash tartibi bo'yicha amaldagi qoidalarni bilish kerak. Ba'zi odamlar ishlasam pensiyamni kesib qo'yishadi deb qo'rqadi. Boshqalar esa ishlasam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Aslida har bir holatda qoidalar turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun bandlik organlari pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq ma'lumot olishi zarur. Muhimi, norasmiy ishlash orqali bugungi daromadni yashirish ertangi huquqlarga ta'sir qilishi mumkin. 6-nozik jihat nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik va yoshga doir pensiya bir xil emas. Har birining sharti, hujjati, hisoblash asosi boshqacha. Masalan, boquvchisini yo'qotgan oilada voyaga yetmagan farzandlar, o'qiyotgan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasida tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi. Nogironlik guruhi, mehnat staji kabi omillar ahamiyatga ega. Yoshga doir pensiya desa yosh, staj, ish haqi va hujjatlar asosiy masala bo'ladi. Shuning uchun bir tanishingizning pensiyasi qanday chiqqaniga qarab o'zingizga xulosa qilmang. 7-nozik jihat bank kartasi va to'lov tartibi. Pensiya oshsa ham ba'zan odamlar nega kartamga hali tushmadi deb xavotir qiladi. To'lov sanasi bankdagi texnik jarayon, hududiy grafiklar bo'lishi mumkin. Agar pensiya oshirilgani e'lon qilingan bo'lsa, odatda belgilangan sanadan boshlab qayta hisoblanadi. Lekin amaliy tushumda bir necha kunlik farq bo'lishi mumkin. Agar uzoq vaqt tushmasa, bankka emas, avvalo pensiya to'lovini yurituvchi hududiy bo'limga murojaat qilish kerak. Chunki bank faqat kelgan mablag'ni karta hisobiga o'tkazadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'rimi? Tashkilot nomi aniqmi? Muhr bormi? Imzo bormi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Lavozimlar tushunarli ko'rsatilganmi? Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, darhol oxirgi ish joyingizga, arxivga yoki tegishli idoralarga murojaat qilib tiklash yo'lini boshlang. Ikkinchi qadam: elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, My.gov.uz portali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari orqali siz haqingizdagi mehnat staji va rasmiy ma'lumotlar qanday ko'rinayotganini aniqlashga harakat qiling. Agar tizimda ayrim yillar ko'rinmasa, mayli keyin hal bo'lar demang. Hozirdan hujjat yig'ing. Uchinchi qadam: eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotnomalarini oling. Ayniqsa yopilib ketgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar. Kolxoz, sovxoz davrlari, kichik xususiy korxonalar bo'yicha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda o'zingizning to'liq familiya, ism, otangiz ismi, tug'ilgan sana, ishlagan tashkilot nomi, taxmiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim yoki sex nomini yozing. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimlari ma'lumotni shunchalik tezroq topadi. 4-qadam: shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, diplom, mehnat faoliyatiga oid guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Ayollar uchun familiya o'zgarishi juda ko'p uchraydi. Masalan, qizlik familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqib familiya o'zgargan. Agar bu bog'liqlik hujjat bilan tasdiqlanmasa, eski ish stajini ulashda savol chiqadi. 5-qadam: pensiya yoshiga yetishdan oldin maslahat oling. Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, mening pensiyaga chiqishimga falon muddat qoldi. Hujjatlarimni oldindan tekshirtirmoqchiman deb murojaat qiling. Mutaxassis sizga qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerakligini aytishi mumkin. Bu oddiy qadam, lekin juda ko'p muammoning oldini oladi. 6-qadam: agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma ariza bering. Og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Arizada pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Sababini ko'rsating. Ilova hujjatlarni sanab o'ting. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxani olib qo'ying. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 7-qadam: hozir ishlayotganlar uchun eng muhim maslahat: rasmiy ishlang. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Maoshingiz rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Hozir qo'lga ko'proq olaman degan o'y bilan kelajak pensiyangizni yo'qotmang. Ayniqsa 35-45 yoshdagi odamlar pensiyaga hali bor deb beparvo bo'ladi. Aslida pensiya bugundan yig'iladi. Bugungi rasmiy staj, bugungi rasmiy daromad, bugungi soliq intizomi ertangi pensiyaning poydevori. 8-qadam:
Ota-onangizga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishni bilmaydi. Qaysi idoraga borishni tushunmaydi. Farzandlar sifatida siz ularning hujjatlarini bir papkaga yig'ib bering. Pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, arxiv javoblari, tibbiy hujjatlar. Har bir hujjatning nusxasini alohida saqlang. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin kerak paytda juda katta yordam beradi. Endi hamma so'raydigan savol, pensiyalar qanchaga oshadi? Men bu yerda mas'uliyat bilan aytaman. Aniq foiz yoki aniq sana faqat rasmiy qaror, farmon yoki qonun bilan belgilanadi. Internetda falon kundan hammaning pensiyasi 2 barobar bo'ladi degan gaplarni ko'rsangiz, darhol ishonmang. Har qanday oshishning manbasi bo'lishi kerak. Davlat byudjeti, pensiya jamg'armasi imkoniyati, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, ish haqi fondi, soliq tushumlari. Pensiya tizimi his tuyg'u bilan emas, hisob-kitob bilan ishlaydi. Agar pensiya faqat umumiy indeksatsiya orqali oshsa, hamma pensionerlarga belgilangan tartibda ta'sir qiladi. Agar minimal pensiya oshsa, eng past pensiya oluvchilar ko'proq sezishi mumkin. Agar hisoblash formulasi o'zgarsa, ayrim guruhlar ko'proq yutishi, ayrimlarida esa o'zgarish kamroq bo'lishi mumkin. Masalan, rasmiy staji uzun va maoshi yuqori bo'lgan odam uchun formula o'zgarishi ijobiy ta'sir berishi mumkin. Rasmiy staji kam, daromadi hujjatda past ko'ringan odam esa faqat minimal kafolatlar orqali yordam olishi mumkin. Yana bir muhim masala, islohot faqat pensiyani oshirish emas. Islohot degani tizimni tozalash, yashirin bandlikni kamaytirish, elektron hisobni kuchaytirish, ijtimoiy adolatni oshirish, byudjet yukini muvozanatlash ham tushuniladi. Demak, kelajakda kim qancha rasmiy ishlagan bo'lsa, shunga yarasha huquq oladi degan tamoyil yanada kuchayishi mumkin. Bu oddiy ishlovchi odam uchun signal. Hujjatingizni tartibga keltiring, rasmiy maosh talab qiling, stajingizni tekshiring. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, pensiya islohoti har bir oilaga ta'sir qiladi. Lekin eng katta foydani tayyor turgan, hujjatlar joyida bo'lgan, rasmiy staji tasdiqlangan odam ko'radi. Pensiya oshishi faqat davlat qaroriga bog'liq emas, sizning o'z hujjatlaringiz. Rasmiy ish tarixingiz va vaqtida qilgan murojaatlaringiz ham juda muhim. Mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron ma'lumotlaringizni aniqlang, arxiv hujjatlarini oldindan oling. Familiya va shaxsiy ma'lumotlardagi farqlarni to'g'rilang. Pensiya tayinlangandan keyin ham xato ko'rsangiz, yozma ariza bilan qayta hisoblashni so'rang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya hujjatlarini rasmiylashtirishda eng katta muammo nima bo'lyapti? Staj topilmayaptimi? Arxiv javobi kechikyaptimi? Pensiya kam hisoblandimi yoki oshirgan summa hali tushmadimi? Fikrlaringizni yozing. Men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringiz asosida yanada aniqroq tushuntirishlar beraman.